Va xossatan ana shu zikrlar ichida xos bo'lgan zikrlar kelgan. Mana Ibrohim alayhisalomni Me'roj kechasida Nabiy sallallohu alayhi vasallam ko'rganliklari haqida hadisda rivoyat qilinadi. Shunda Ibrohim alayhisalom aytadilarki, ummatingga mendan salom aytgin va ularga yetkazginki, jannatni yerlari hosildor, uni suvlari toyib, uni ko'chatlari deydi. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbar. Mana shu zikrlar. Ya'ni kim agar subhanalloh desa, unga jannatda bir daraxt ekiladi. O'ylab ko'rsak, barcha zikrlarda Alloh ismi bor. Subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh, la havla va la quvvata illa billah. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Hasbiyalloh. Hamma zikrida Alloh ismi bor. Shu haqida bir tafakkur qilaylik-da.